2025 yıl 10 iyun mana Qo'shko'pirdamiz. Mana muz yog'di mana. Qo'rqinchli ahvollar mana. Yozning kuni mana. Mevalarimiz qanday bo'ladanda bu? Muz mana, muz. Mana. Muz. Hurmatli Xorazmlilar, gördüğünüzde bugungi chislo 10 iyun 2025 yil bo'lgan voqea Xorazmda Qo'shko'pir tumanida shunday iri muz yog'ibdi. Bu bejiz emas. Allohning irodasi, Allohning qudrati. Xudo saqlasin, oxirgi zamonga kelayotganimni bilmayman. Bu endi Allohdan. Hammasi azizlar, eldimizda nima bo'lajagini bilmaymiz. Shuning uchun Allohga hamd aytish kerak, istig'forlarni aytib yurish kerak. Chunki ertaň bormizmi yo'qmizmi bir Alloh biladi. Hammangizga sog'lik, omonlik tilaymiz.